Barcha o'zbek fuqarolari diqqatiga kutilmagan xabar e'lon qilindi. Barcha fuqarolardan ogoh bo'lishlarini hamda sergaklikni kuchaytirishlarini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. O'zgidromet kuchli shamol va chang to'zon ko'tarishidan ogohlantirdi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Navoiy viloyatida shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Ushbu hududda istiqomat qiluvchi aholi hamda mehmonlaridan ehtiyot choralarini ko'rishlarini so'raymiz. Barchadan ochiq havodagi faoliyatlarini qisqartirishlarini, xonadan tashqariga chiqqanda niqob taqishlari kerak deyiladi rasmiy xabarlarda. Hamda barcha fuqarolardan ehtiyot choralarini ko'rishlarini hamda ogoh bo'lishlarini talab etib qolinadi.